Har tong quyoshning birinchi nurlari Toshkentning eski mahallasidagi kichik, lekin iliq uyni o'z ichiga olganda, Malika onasining har bir nafasini eshitardi. Ular Osiyo va Malika bir jism, bir ruh edi. Osiyo beva, Malika esa yolg'iz farzand. Otaning soyasi erta tushgandi, ammo ularning o'rtasida bu bo'shliq hech qachon sezilmadi. Chunki ularning sevgisi daryolarning quyuq oqimi kabi har qanday to'siqni yuvib, bir-biriga quchoq ochardi. "Qizim, choy tayyor", deb eshitardi Malika onasining shirin ovozi. Bu ovoz bolalikdagi hamma ertaklar, qoshiqlar, isitgan ovqatlar va yuvilgan kiyimlar edi. Osiyo o'z navbatida qizining har bir harakatida o'zini ko'rar, uning kulishida yashardi. Ular bir-biriga etagidan mahkam yopishgan ikki daraxt edi, ildizlari chuqur, shoxlari osmonga birga intilgan. Ular uchun dunyo shu uy, kichkina hovli va bir-birining ko'zlari edi. Qarindoshlar uzoqda edi, do'stlar esa vaqt o'tishi bilan o'z yo'llariga ketishdi. Lekin ularga hech narsa kerak emasdi. Malika universitetda o'qigan kunlari ham Osiyo uni eshik oldida kutib olar, peshonasidan opardi. "Mening kichkina quyoshim", deydi u va Malika bilardi, bu quyosh faqat onasi osmonda charaqlardi. Falokat esa har doimgidek kutilmaganda keldi. Navro'z bayrami arafasida edi. Osiyoning uzoqda yashaydigan ukasi, uning rafiqasi va ikkita kichik bolasi, shuningdek, ularning keksa otasi bayramni birga o'tkazish uchun Toshkentga kelishdi. Uyda galayon baxt to'lqinlari ko'tarildi. Kichik bolalar kulgi, katta odamlarning xursand suhbatlari. Malika bir lahza onasining ko'zlarida begonalikni sezdi. Bu begonalik emas, balki o'ziga xos xafalik edi. Chunki ularning ikki kishilik olamiga mehmonlar kirib kelgan edi. Lekin ikkalasi ham bu baxtdan bahramand bo'lishdi. Bayramning ikkinchi kuni ular hamma birga Xadra maydoniga, Navro'z tantanalariga borishdi. Havo bahor, havo xushbo'y, atrof rang-barang edi. Osiyo va Malika qo'llarini mahkam ushlab orqada qolishdi, chunki bolalar oldinda yugurishardi. Ota esa kulimsirab ularga qarab turardi. Bu paytga qadar oila bir butun edi. Qaytish vaqti edi. Kech qorong'u tushgan. Ukasi mashinasida joy kam edi. "Men va Malika taksi tutamiz", dedi Osiyo. "Sizlar boring, biz tezroq qaytamiz." Bu ularning oxirgi so'zlari edi. Taksi tezda keldi. Osiyo va Malika orqa o'tiradigan joyga o'tirishdi. Haydovchi yosh yigit edi, tez suradi. Yo'l bo'sh edi. Malika onasining qo'lini ushlab derazadan tashqariga qaradi. U to'satdan qarama-qarshi yo'nalishdan chalkashib qolgan yuk mashinasining o'chirilgan chiroqlarini ko'rdi. Lekin ogohlantirish uchun vaqt bo'lmadi. Zarba dahshatli edi. Metallning chayqalishi, shishalarning sinishi, dunyoning aylanishi. Keyin jimlik. Hammaovoz jimlik. Malika o'zini og'riqdan azob chekayotganini sezdi. Bosh, ko'krak, oyoq-qo'llar. Ammo uning birinchi fikri ona edi. U o'ng tomonga qaradi. Osiyo uning yonida boshidan jarohat olgan, hushsiz yotardi. "Ona, ona, oching ko'zingizni." Malika titroq qo'llari bilan onasining yuziga tekkizdi. Issiq edi. Nafas olayotgandek ko'rindi. Bu unga kuch berdi. Keyin u oldinga haydovchiga qaradi. Yigitning boshi rulga tiralgan, qon oqayotgan edi. Orqaga bukilishga urinib, u mashinaning eshigi chirqillab ochilganini ko'rdi. Malika o'zini sudrab, onasini mahkam quchoqlab, mashinadan chiqishga muvaffaq bo'ldi. Yo'l bo'sh edi. Ular halok bo'lgan mashinaning yonida yotishardi. Telefonini topdi. Qo'llari qaltirayotgan edi. Favqulodda xizmatga qo'ng'iroq qildi. Kasalxonadagi soatlar kunlar, haftalar abadiyatdek edi. Malika yengil jarohatlar oldi. Ammo Osiyo og'ir miya chayqalishi va ko'p sonli singan suyaklar bilan reanimatsiyaga olindi. Malika har kuni shisha deraza oldida soatlab o'tirar, onasining har bir nafasiga til bagishlar edi. "Yashang, ona. Meni yolg'iz qoldirmang." Falokat xabri og'ir edi. Ukasi, uning rafiqasi, ikkita farzandi va ularning otasi, barchasi o'sha halokatda vafot etgan edi. Bir zarbadan butun bir avlod butun. Bir oila yo'q bo'lib ketgan edi.
Malika o'zini hech qanday his-tuyg'usiz bosh idishdek his qildi. Faqat onasining tirikligi uni bu dunyoga bog'lab turardi. Osiyo o'ziga keldi. Lekin u avvalgi Osiyo emas edi. Jismoniy jarohatlar asta-sekin tuzaldi, ammo ruhiy jarohatlar chuqur edi. U aka-singilini, jiyanlarini, otasini yo'qotganligini tushunardi. Va eng og'riqli narsa ularni o'z taklifi bilan alohida mashinaga o'tirgani edi. Agar ular ham ular bilan bir o'tirganida. Bu fikr uni ichdan yeb bitirdi. Uyda hamma narsa o'zgardi. Bir vaqtlar baxt va muhabbat bilan to'la bo'lgan uy endi qo'pol jimlik va og'ir xotiralar bilan to'lgan edi. Osiyo ko'p oylarda kam gapirardi. Malikaning har bir harakatiga e'tibor bera boshladi, xuddi u ham yo'qolib ketishidan qo'rqgandek. Uning sevgisi endi mehr emas, balki asaraga aylanayotgan edi. Qayerga borayapsan? Kim bilan edi? Kecha nima uchun kechikding? Bu savollar doimiy edi. Malika tushundi. U onasining azobini, gunoh hissini tushundi. U hech qachon jahl chiqarmadi. Har kuni ishdan qaytgach, onasining oyog'iga mahkam cho'milar, "Men siz bilanman, ona", deydi. Lekin ichida u ham ezilar edi. U ham o'sha kuni onasini taksi chaqirishga rozi bo'lganligi uchun o'zini aybdor his qilardi. Va hech kimga aytmagan siri, u ba'zan o'lik amakisi va jiyanlariga nisbatan hasad qilardi. Ular azobdan xalos bo'lishdi, u esa tirik jannatda qoldi. Bir kuni ertalab Malika onasini hovlida, qadimgi nok daraxti ostida o'tirgan holda topdi. Uning qo'lida eski yirtilgan oilaviy albom edi. Osiyo ko'z yoshlarini artmasdan fotosuratlarni tomosha qilar edi. Yosh otasi, kichkina ukasi, to'y kuni. Keyin u ko'zini qiziga tikdi. Men ularni oldirdimmi, qizim?" deb so'radi u ovozda bolalardek zaiflik bilan. Malikaning yurak parchalandi. U tezda onasining yoniga o'tirib, uni quchoqladi. "Yo'q, ona, yo'q. Bu falokat edi. Baxtsiz hodisa. Sizning gunohingiz yo'q. Ularning ruhi tinch yotsin, ular bizni shu azobda qoldirishni xohlamagan bo'lardi. Ammo men yashadim. Seninging uchun", deb pichirladi Osiyo. "Va men sizning uchun yashadim", deb javob qaytardi Malika. "Biz bir-birimiz uchun yashadik. Va biz yashashimiz kerak. Yashashimiz kerak, ona. Yolg'iz emas, birga." O'sha kundan keyin asta-sekin o'zgarish boshlandi. Osiyo o'zini majburiy tutdi. U Malikaga qo'shilish uchun mahalla ayollari bilan choyxonaga bordi. Avval jim o'tirar edi, keyin asta-sekin gapira boshladi. Malika esa onasini tinchlantirish uchun uni do'konlarga, bog'ga olib bordi. Ular yana birga o'tirishdi, ovqat pishirishdi, eski filmlarni tomosha qilishdi. Baxtsizlik ularni qayta shakllantirdi, ammo buzolmadi. Ularning sevgisi endi avvalgidek yorqin va beparvo emas edi. Bu sevgi endi chuqur, og'ir, har bir lahzasini qadrlashni biladigan, kechirim va sabrni o'rgangan edi. Bu daryolar endi tinch oqayotgan, ammo ularning oqimi ostida chuqur jo'shqinlik saqlanib qolgan edi. Bir kecha ular eyvonda ot kreslolarda o'tirib yulduzlarga qarayotgan edi. "Men qo'rqardim", dedi Osiyo to'satdan. "Men seni ham yo'qotib qo'yishdan qo'rqardim. Shuning uchun men seni qafasga solayotgandek bo'ldim." "Men bilaman, ona", dedi Malika onasining qo'lini ushlab. "Men ham qo'rqdim. Lekin endi qo'rqmaymiz. Biz bir-birimizni yo'qotolmaymiz. Chunki biz bir-birimizning yarmimiz emasmiz. Biz bittamiz. Falokat bizni ajratolmadi. Hech narsa ajrata olmaydi." Osiyo uning qo'lini mahkam siqdi. Yulduzlar ostida ikkala ayol, katta va kichik, o'tgan azob-uqubatlarni, yo'qolganlarni va tirik qolganlarni yodlab jim turishdi. Ularning yuraklarida og'riq bor edi, lekin umid ham bor edi. Chunki ular birga edi. Bir-birisiz hech kim, lekin bir-biri bilan hamma narsa. Va ertasi kuni tong yana kirdi. Osiyo choy tayyorladi. Malika stolni terdi. Ular bir-biriga tabassum qilishdi. Bu tabassumda so'zlarga muhtoj bo'lmagan butun ertak bor edi, sevgi, yo'qotish va yana yashash haqidagi ertak. Ikki daryo o'z oqimini davom ettirdi.